Laboratoriyadagi keyingi mahsulotni sizlarga ma'lumotini berib o'taman. Bu beznasuslar. Ko'rayotganingizdek, bu apparatlar beznasus o'chgandan keyin bu apparat ham o'chib qoladi. Bu yerda 3 xil branddagi beznasus turibdi, ya'ni o'zini original Start Volt beznasuslari va Bosch beznasuslari. Bu yerda hozir bittasi o'chib qolgan, ya'ni o'zini original beznasuslari o'chib qolgan. Men sizlarga bu haqida nega aytyapman, akalar? Start Volt beznasuslari yirik brendlar bilan raqobatlasha olmaydi, akalar. Hali Start Volt beznasus o'chib qolmagan, o'zini originali o'chib qolgan. Ko'rasizlar, Bosch bilan Start Volt hali ishlashda davom etyapti. Bu narsa 4 oydan beri tinmay o'chmagan holda ishlab turibdi. Xudo xolasa, bundan ham qiziq ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Bu yerda bo'lsa juda ham katta stanok, ya'ni kalotka, oporniy va supportlarni testini o'tkazadigan stanok haqida ham ma'lumot beramiz.